Assalomu alaykum avvalo ustozlar. Assalomu alaykum bizni Aska show ko'rsatuvi orqali tomosha qilib turganlar. Meni yurtim telekanalining aziz muxlislari. Siz mana shu ekraningizda ko'rib turgan insonlarning hammasini xonadoningizda bo'lishini xohlarmidingiz? Albatta xohlardingiz, lekin buning iloji yo'q. Chunki barchasi xonadoningizga birdaniga bora olmaydi. Lekin siz Aska showni kuzatib olsangiz, mana shunday ulug' san'atkorlarni barchasini bir daqiqada tomosha qilishingiz mumkin. Ularni suhbatlaridan mazza qilib orom olishingiz mumkin. Demak, bizning bugun ko'rsatuvimizda o'zining haqiqiy kasbini ustalari Aska show boshlandi. Dilaram, dilaram, sen malika men g'ulom, tig'lar tig'sin ko'ksimni mendan boshqasini desang. Qarang, ajoyib ma'nolarda qo'shiq aytgan bugun G'ulomjon Yoqubovga bitta qarsakinglarni aymaylar. Ustoz, xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Sizni qadamingizga gul bitsin. Kelganingizdan juda ham xursandmiz. Mana shu bir ikkitasi mana sizni kelishingizni eshitib, tomoshabinlar ichidan kimdan so'rasak ismini Diloraman deyapti. Yaxshi. Bu butun O'zbekistonda Diloramlarga aytganman men shu. Bittaga emas. Haqiqatan eshitdinglar ha. Bugun G'ulomjon akamizning qo'shiqlaridan ham eshitamiz. Ularni bir chiroyli so'zlaridan nima qilamiz? Hammani hayajonga soladigan bir narsa bor G'ulomjon aka. Darrov sizdan boshlayapmiz gapni. Doimo go'zal yoshlardek kiyinib yurasiz. Buning asli sababi nima? Muhabbatdanmi? Nimada? O'sha hozir gapirganingizdan. Hozir aytdingiz, nima dedingiz? Diloram sabab. Diloram sabab. Nima? Muhabbatdanmi? Ana. Ha, topdingiz-ku. Voy ana aslida. Hammasi muhabbatdan. Hammasi muhabbat. Chunki inson muhabbatsiz yashasa yashamaydi. Chunki hayot bo'lmaydi muhabbatsiz. Kim muhabbatga yaqinlashmoqchi bo'lsa, G'ulomjon akaga yaqinroq kelsin. Men hozir muhabbat topib kelmadim, o'zligingizni topa olasiz. Aziz do'stlar, mana shu muhabbatga to'la qalbning yonida o'tirgan bitta qalb bor. Bu qalbda ichida bilmaymiz qanaqa muhabbat bor. Lekin kimda qanaqa muhabbat bor, lekin bu insonda muhabbat hamroh. Yoningda muhabbat hamroh bo'lar-da. Muhabbatmi bu? Ustoz, xush kelibsiz. Qadamingizga gul bitsin. Salomat, rahmat. Qancha-qanchalarni qo'shib yubordinglar-ku. O'sha muhabbatda. Yo'q, qo'shilmagan muhabbatlar ham bor. Bormi? Muhabbat qochib ketganlar ham bor. Aldoqchi muhabbatlar bor. Aldoqchi muhabbatlar bor. Lekin oxirgi paytda shu to'y to'g'risida o'ylaydiganlar, shu muhabbat haqida o'ylaydiganlar, ko'zini o'ngiga yoshu keksasini ko'zini o'ngiga siz keladigan bo'lib qoldingiz. Yo'q. Qani? Mana shu O'ylari qoldilar. Yo'q, men muhabbatni ilgari yoshligimda bilardim. Bir 50 yil bildimda keyin esimdan chiqib qoldi. Yo'q, o'sha esingga kelganda gapirasan. Demak, aziz do'stlar, biz to'xtam o'taga qaraganda esdan chiqqan muhabbatni eslashimiz mumkin. Lekin bir xillarni es bilaman. O'zbekiston xalq artisti Ismoiljon Jalilovga qarsakinglarni aymaylar. Xush kelibsiz. Mana bugun to'g'risini aytsam, mana G'ulomjon akadan bejizga boshlamadim. Sababi ular doimo mavzuni to'g'ri tanlay oladigan insonda. Muhabbat to'g'risida mavzuga burdilar. Demak, o'sha siz qo'shiq aytayotganingizda muhabbat sizni ko'ziga qanaqa ko'rinadi? Endi har xil rangda ko'rinadimi yo'q? Har xil razmerda. Yaqinroq. Valijon. Muhabbat deb bo'ladi. Valijon. Mana. Hozir gapiraman. Chiroyli odamlar bunday ko'rib muhabbat yaxshi tushunadigan odam deydi. O'zi gapirmaydi muhabbat to'g'risida. Ichi to'la muhabbat bor. Har doim ismini ashula, ariya, bizda ariyalar bo'ladi. Hammasi посвященный dedi haligi anaqaga. Muhabbatga. Muhabbatsiz O'sha orqali hammasini Baraka toping. Lekin bu gaplarda jon bor, chunki men bir odamdan eshitganman. Men dedi, shu Ismoiljon Jalilovning qo'shiqlarini eshitganimda bir kuni ertalab qo'shiq aytib qoldi, muhabbat uyg'ondi dedi.
Chunki xotinim muhabbatni 12gacha uyg'ota olmasdi. Shunaqa bir qattiq aytganingizdan muhabbatlar uyg'onadi. Ana endi mana shu bizga Sa'dilla Abdullayev ismi bilan tanish bo'lgan ajoyib ham rejissyor, ham u insonni nima deydi, bir kasbning egasi deb ayta olamiz. Hamma muhabbatlar Bor kasblari Valijon. Kasblar bormi? Muhabbatshunos. Muhabbatshunos. Muhabbatshunos inson. Shu muhabbatni tushunaman deb har yili G'ulom akamning konsertlarini qilamiz. Ana. Tajriba orttiryapmiz. Muqaddas ayol konsertini qiladi muhabbatshunoslar. Haqiqatan muhabbatshunos, Muhabbat bo'lmasa qanaqa konsert bo'ladi? Mana bu har yili muqaddas ayol. Mana necha yildan beri shu hamma sevib chopib keladigan mana o'zal uchun konsert muhabbat ayol, muqaddas ayol degan. To'ppa-to'g'ri. Chunki makarin baribir tilim muhabbatga ketadi. Konsertni nomini o'zgartiramiz. Muhabbat ayol. O'tkir Muhammadxo'jayev ismi bilan hammamizga taniqli bo'lgan O'tkir akamiz bugun mana ko'rsatuvimizning mehmoni. O'tkir aka, siz o'tiravering, chunki siz tursangiz men yo'q bo'lib ketaman. O'sha qanaqa bir eshitdi. Xush kelibsiz. Mavzuni muhabbatdan boshladinglar. G'ulom akam birinchi navbatda muhabbat parast emaslar. Xo'sh. G'ulomjon Yoqubov, To'xtamurod Aziz mana ustozlarimiz do'st parast bular. Do'st parast. Ulfat parast, odamgarchilik parast bular. O'shaning uchun so'z gapchilar bilan ham, rejissyorlar bilan ham, doirachilar bilan ham ulfatchilik qilib ketaveradilar, do'st tutum ketaveradilar. Qoyil. Shunaqa insonlar bilan o'rnak olishimiz kerak bular. O'rnak olish kerak. Siz hozir askiga shouga olib chiqib faqat muhabbat parast tursangiz, qaytib oldim. tomoshabin noto'g'ri tushunib qoladi. Yo'q, qaytib oldim. Lekin qayerdadir Men qaytib olgan bilan tomoshabin to'g'ri tushunadi. O'sha xalqimizda gap borda, asal aynimas, g'ulom qarimas degan. Ana. Shundan xulosa qilavering. Indamang. Bir onaxon nimani G'ulomjon Yoqubov to'xtatib qolibdi-da. Voy G'ulomjon aylanib ketay. Voy men siz muxlisingizman debdi. G'ulomjon aka, rahmat. Qachondan beri muxlisimsiz? O'zi qachon chiqqandingiz debdi. Qatdan chiqqan ekan? Yo'q, sahnaga chiqqaningizni so'rayapman. Sahnaga 70 yil bo'lib qoldi, 60 yil. 60 yil bo'ldi. G'ulomjon akam aytdi, 60 yil bo'ldi sahnaga chiqqanimga. Voy shundan beri sizni ko'raman. Shashmang, polvonim ham siz bilan rasmga tushyapsiz. 80 dan o'tib ketgan 90 ga borgan onaxonlar. Oxirim G'ulomjon Yoqubovga savol beribdi. G'ulomjon shoshmang, bir savolim bor. O'zi siz qachon qaraysiz debdi. G'ulomjon akam jahli chiqib, "Xola" debdi. "Meni qarishimiz sizga nima aloqasi bor? Siz qarimaganingizga biz o'lalmay yuribmiz." Valijon o'z bilan bo'lgan bir qiziq voqea bor. Hamda Beshyog'ochdagi Navro'z restorani bo'lardi. Kattali davlat tadbirlari o'tadigan restoran buzilib ketdi. Shuni oldida kimdir osh beryapti. G'ulom akam boshchiligida hammamiz turibmiz, san'atkorlar hamma turibdi. Askiya, hazil-huzul, vahahahihi bo'lib turuvdi. Bahor oyi. Bahor shu aprelni boshlari bo'lsa kerak. Opto hamma. Opto kun isib ketgan, kostyumda isib ketyapmiz. Lekin endi hali odob yuzasidan chiroyli kostyum shimlarda hamma turibdi. Bir payt shunday qarasak, mashinasini stankaga qo'yib Valijon kelyapti. Egnida qalin hali shuba kiyib olgan. Ani qalb telpay mamlakat. Telpay boshida. Bilmayman tog'dan tushib kelyaptimi, mashinadan tushdi, eslaymi, kechga qolmaydi. Hali shubalarda ay chop kelyapti, hamma jim bo'lib qoldi. Valiga qarab tursak, shubada ayiqqa o'xshab, ayuni bolasiga o'xshab, pildir qilib oldiga kelib, "Assalomu alaykum G'ulom aka" dedi. G'ulom akam da qarab turib, "Seni bu kiyinishingga qaraganda bu yil bahor kelmaydi shekilli." Har gal G'ulom akan yonida endi doirachilar qochirib chaladi endi. Bizani gapimizga kelib, askiyadan G'ulom akan qochirib qilib ketadi. Diloramni aytib o'ynatib yuribmiz, bitta-bittasi bo'shab qolarmikin deb kutib turibmiz sizlarga. Bor bo'ling. Haqiqatan bu yerdagi ustozlarning hammasini davrasi qiziq, doirasi keng. Ana shu keng doiralarning ichida yana bir ijodkorni ko'rib turibmiz. Qobil inson. G'ulomjon aka ham hammani ichida bitta iltimos qilmoqchiman. G'ulomjon aka, har yili konsertingizni tasvirga olishimizda bitta narsadan qiynalamizda. Bildik. 2 kunlik konsert bo'ladigan bo'lsa, bir 7 xil kiyinib chiqasiz. Men tajja qiynalib qolaman. Shuni iltimos 2 kun bir xil kiyinib chiqing. Ustozlarga rahmat.
Salomat bo'linglar. Qo'yma, ajoyib iltimos bo'ldi. O'sha mashhur gap bor-ku, rahmatli optigam aytganinglar-yu, agar G'ulom akam Stopkadr gapirayotgan inson Muzaffarbek Murzabek. G'ulom akamni kiyimlarini Toshkentdagi hamma butikka tarqatsa 3 yil sotadi deganlar. O'shancha Qobiljon siz qiynalib ketasiz. Baribir aytganingizni qilmanglar. Yana 8 xil kiyinadilar endi. Milliy estrada bo'yicha mana G'ulomjon akam darg'a san'atkor hisoblanadilar, ustozimiz. Lekin san'atlarda sohalar ko'p. Askiyadan misol uchun biri tayyorlanib o'tirmaydilar. Yo'q, hech tayyorlanmaydilar. Agarda askiyachilar yoki mana yumoristlar sizlar sahnaga chiqishdan oldin juda ham ko'p tayyorlanasizlar, to'g'rilaysizlar. Improvizatsiya, o'sha xalq bilan muloqot ham oldindan tayyorlanadi-da, shu savollarni berishadi. Agar endi askiya san'atini shu ovchilik san'atiga ko'chiradigan bo'lsak, ovchi ham shu oldindan chiqadi, pistirmada o'tiradi, qayerda kelyapti uni ko'radi, hali anaqa durbindan qaraydi, mo'ljallaydi, to'g'rilaydi, kelgan otadi. Endi G'ulomjon aka agarda ovchi bo'lsalar shunda ketadilar, hech qanday tayyorgarlik yo'q. Bitta ayu orqadan chiqib qolsa, pax etib o'tadi, to'shni keladi. Juda chiroyli ta'rif qildi san'atda. G'ulom akam tayyorlanib o'tirmaydi, tayyorlaganlar tayyorlab qo'yadilar. O'sha boya kiyim masalasida optagamni eslatdingiz Muzaffar. Rahmatli ustoz san'atkor Obtason bilan bahslashishardi. G'ulom akamga yetaman deb harakat qilardi, G'ulom akam bunday qilib orqada qoldirib ketaverardi. Bir kun chet elga bordik. Yevropaga bordikda, yurmash kiyim do'koniga kiraylik deveradi optakam. Nima qilasiz o'tda? Kiyimimizni qilayotgan bo'lsa, ko'tarishga narsa ko'p. Yo'q dedi, men dedi, shu yerdan bitta chet eldan, Yevropadan shunaqa zo'r kostyum olishim kerak, ertaga borganda G'ulomjon Yoqubov sindiraman. Men aytdim, unaqa qila olmaysiz. Nimaga? G'ulomjon Yoqubov sizdan 4 barobar ko'p keladi bu yoqlarga. Yig'ishtirib ketib bo'lgan o'zi. Umrida oxirigacha yetadi kostyum. Yo'q dedi. Bitta kostyum olamiz. Bir do'konga kirdik. Kirsak endi rang-barang kostyumlar turibdi. Bittasini shunday ol. Endi olib taslamga razmer topish qiyin edi-da. Hali ne standart razmeri. Bitta kostyum olib shunday kiydi. Kostyum shunaqa hali bardoviy deydi-yu, to'q qizil villurdan qilingan. Tumachalari brilliantga o'xshab shishadan qilingan. Qolibday tushdi-da. Xursand bo'lib ketdi. Voy, mana qara dedi. Bunaqa kostyum, bunaqa razmer dedi. Dunyoni aylasang topolmaysan. G'ulom akang sindi dedi. Sindi, men aytdim, "Ey, bo'lmaydi" dedi. Bo'lmasa G'ulom aka O'zbekistonda u chet elda turibdi. G'ulom akam O'zbekistonda ham qayerdadir yuribdilar. G'ulom akamni sindirish uchun Obdason kostyum tanlayapti. Bir payt qora tanli magazin sotuvchisi keldi. De, "Ha, dedi. Nimadir dedi. U ham til bilmaydi, men ham til bilmayman. Men aytdim, "Obdaka" dedim, "Sizga yarashdi" deyapti. Desam, Obdaka u sarali kutumashalarni taqib, oynaga o'zini soyotib. Yani aytdiki, "Ey" dedi. Kostyum dedi. Dedi, "O'tkir, tushunib ol, nima deyapti bu" dedi. Men aytdim, "Qimmat deyapti" dedim. Men ham tushunganim yo'q. Desam, "Xavotir olmasin, naqd pul bor" dedi. "Olamiz" dedi. "Bo'ldi, mana shu kostyum meniki" dedi. Endi shunaqa yarashib turibdi hali kostyum. "Ey" dedi, ana qora tanli ayol. "Ay, qilib jahl chiqishni boshladi. Men aytdim, "Obdaka, o'ta qimmat deyapti" desam, "Sen qo'shasan, necha bor" dedi. "Ey" dedi. To'polon qilishni boshladi. Shunda bir o'zbek yigit kirib qoldi. Men aytdim, "Ukam, o'zbekga o'xshaysiz. Tarjima qiling, biz bilmaymiz. Nima deyapti?" dedi. Ana ayolimda eshitdi. "Obdaka, tez yechib qo'yar ekansiz. Ayollarni kostyumi ekan." Qocham magazindan chiqib ketdik. Aziz yurtdoshlar, ovora bo'lmanglar. Ayollarni kostyumi bilan ham bu odamni sindira olmaysiz. Bir kun konsertda chiqib mana gapiryotdi, "Mana yangi kostyum olib keldim. Ko'rib qo'ysin G'ulomjon Yoqubov" dedi. Men boshqa kostyum chiqdi. Yana yangi bir. Yana yangi bir dedi. O'shanda men hech narsa qila olmas ekanman. Ko'p bahslashardi, G'ulom akam bilan Obdaka ko'p bahslashardi. Ulpatda ham soat 1 dan kechga qolsa, kim 1 dan 1 minut o'tganda kelsa, ma'lum osh qilib berish. G'ulom akam vaqtida kelib oladilar. Nuqul Obdakam kech qoladi. Xonada bor edi. Men yonda rulda shoshirgan taqdirimda ham 1 dan 3 minut o'tganda, 1 dan 5 minut o'tganda kirib keladi. G'ulom akam bo'ldi dedi, gap yo'q dedi. Erkak gap. Ulpat osh dedi. Bechora osh qilaverardi. Oxiri bormaylik shu gapga dirdi-da. Bir kun 5 minut oldin kelib oldik. G'ulom akam yo'q. G'ulom akam soatga qarayveradi. Men aytdim, "Ha, bez o'tasiz" desam, "G'ulom akam kelmayapti" dedi. Obdakam. De oynaga borib qarayveradi. Birdan birga shu 2 minut qoldi-da. "Yo'q" dedi. "Tamom" dedi. G'ulom akam oshga tushdi. 2 minutda kela olmaydi. Derazada ham yo'q dedi. Bir payt "Anni qarang." Shunda oynaga hammamiz 10 ta ulpat. Shunday borib qarasak, G'ulomjon Yoqubov yo'lni nari betiga mashinani qo'yib, soatga qarab 1 bo'lyapti dedi. "Menga qo'yib kelyapti."
Ya o'zi osh qilib bermasa bo'ldi deydi. o'zi mana o'tkir akam aytadilar, haqiqatda nima bo'lsa oshda. Mashina olsangiz ham osh. Osh, Nabirali bo'lsangiz osh, o'g'lingiz o'qishga kirsa osh, uyingizni Sabab bo'lsa remont bo'ldi. qilsangiz ham osh. Sabab bo'lsa bo'ldi. Sabab bo'lsa bo'ldi. De bir kuni olib tegam keldilar, gapga xursandlar telefonda mana shunaqasidan ko'rib, voy mana shunaqa ko'radilar. G'olam aka nima qolsam dedilar. Deb, G'olam aka qarang, O'rta Osiyoda faqat mana uyimda mana shu 4 toshdi. Boshqa hech qayerda toshmadi. 2 toshdi. Kamera qo'yib qo'yman. Shuni kuzatib turman. G'olam akam, "Ha, bo'pti, obid bitta toshdi" dedilar. Qanaqa osh dedilar. "To'rt sanikimi? Ha, meniki. San nabaring bo'ladi, osh qilib berasan." G'ulomjon aka shunday kelibdi-da, bitta latifa aytsa hamma kularmish-da. Hamma kularmish atrofdagilar. Doirachilar doirani tararratib kulaverarmish, gitara chalib kulaverarmish. Bittasi kulmay o'tirgan ekanda. G'ulomjon aka hayron bo'lib 5-6 ta hangomalar aytgan, hazillar qilgan, kulmay. "Sen nimaga kulmayapsan?" "Uzr G'ulom aka, men boshqa sostavdanman" deb. Bu endi bu insonni hayoti yo'l yurgan joyida boya Sadil akamiz to'g'ri aytdilar, tayyorlanmasdan bir hangomalar odamlarning ko'nglini ko'taradigan tomoni. Yana men bir hangoma eshitganman, o'tkir akam. Shunda bir to'yga kelyapti G'ulom aka. Kirib ketyaptilar. Yana bir ikkita ayollar endi chiqib ketyapti. G'ulom aka sal endi o'zini vaqtida kelgan, lekin ayollar shoshib turgan bo'lsa kerakda. Shunda chiqib ketdilar, G'ulom aka ichkariga to'yxonaga shunda kirib ketdi, ular fayda qoldi-da hali ayollar. Bitta ayol, "Voy, juda yaxshi ko'rardim shu san'atkorni" dedi. Endi shoshib turibdi, ketish kerak u ayol. Shunda qo'lidagi kiyimini dugonasiga berdi, mashinasiga o'yinga tushdi boshladi. Ha, mazza qilib o'yinga cho'laydi-yu, "Ey jinni, hali G'ulom aka mashina boshlamadi-yu, aytmadi-yu, baribir aytadi-yu" dedi. Aqlim oldi go'zalning olovligi, sho'xligi, yurakka o't soldi-ku, barnoligi, ko'hligi. Kulsa kular oy quyosh, ko'rganinga deydi oh, yurishlaringiz jonim, besh ketamanda voh voh, voh voh, voh voh. O'yna gulim o'yna, o'yna go'zal o'yna, o'yna gulim o'yna, sen o'ynasan yonaman. O'yna gulim o'yna, o'yna go'zal o'yna, o'yna gulim o'yna, sen o'ynasan yonaman.
G'ulomjon Yoqubov o'ynatmagan ish qolmadi, baraka toping. Rahmat. Valijon orqada turibdi-da. O'sha bitta gap esimga kelib qoldi. Nima gap? Bir osh beryotgandik. Allaqada o'rdada Anqorada osh berganmiz. Shunda rahmat Abulqosim aka bor. Abulqosim aka bu yoqda turib oldi-da. Men bu yoqdaman. Bir orasida 30 metr bor shekilli. Shunda Obid bor, Muhir bor, akasi bor, anaqa. Sobit aka. Sobit. Ashga boshlanib ketdi u yoqda. Bu yoqda Abulqosim aka birdan men gap boshlanishi bilan shartta orqasi Abulqosim akani olib katta-ku. Katta deymizmi? Ikkalasi bekin oldi, men ko'rmasin deyapti-da. Men o'zida ko'rmasin dedi. Abulqosim aka orqangizda ancha odam turibdi. Yo'talib bormang dedi. Andijonda askar shularni yiqqan 3000 dan ortiq odam. Bu yoqda haligi Mamasliq Shirayevlar o'ndan turib, "Ha endi mana G'ulomjon, mana Toshkentdan ko'p mehmonlar kelibdi. Bir endi G'ulomjon askar qilaylik endi" dedilar. Shunda G'ulom aka o'rnidan turib, "Endi men bugun qo'shiq aytgani keldim, azizlar. Men bugun qo'shiqchiman, o'zim ishimni qilaman. Anchadan beri askarchilarnikini qilmay qo'ydim" dedi. Oldi to'ylarda endi mana G'ulom akani yurishadi. Qadimda endi bir simdan qism bo'lgan, bir sim ikki simdan qism bo'lgan. Abulqosim aka bitta mashhur san'atkor bilan yurar ekanlar endi. De doira chalib turarlar-yu. Endi to'ydan keyin ko'chada pulni bo'lishganda, hali akordionchiga yetmay qolibdi pul. De hali hofiz aytdiki, boribdi, hammadan bir sim olibdi. Abulqosim akadan ham olganibdi. Abulqosim aka mashina oldida o'tirgan ekanlar. Hammadan yeyapti. Abulqosim aka aytdi, bir sim bering desa, nimaga desa, akordionchiga yetmay qolsa, o'ldirib olasanlar. Endi haligi Muhiddin Darvesh ham mana shu ulfatchilikda oshna-og'aylar bilan o'tirganda endi rosa kuldirar ekanda, bu safar debdi bir ish qilamiz debdi. Endi kuldirib hamma ulfatchilikda oxirida haligi qancha xarajat bo'ldi, nima bo'ldi, o'rtada xalpana degan narsa bor. Hamma tashlaydi, o'rtaga pul tashlaydi-da, o'sha pul beriladi. Faqat Muhiddin Darveshdan olishmas ekan. Chunki kuldirib o'tirsa bo'ldi ekanda. Bir safar kelganda endi kelishib olgan, hech kim kulmaymiz degan. Muhiddin Darvesh u yoqdan askar aytayotganmiz, bu yoqdan iyaq deb aytib, hech qaysingiz kulmagan. Oxir Muhiddin Darvesh shartta o'rnidan turib, "Bo'p bo'lmasa, indamay ketyapsa, ulfatlari, bo'ldi. Bo'ldi, mayli, olmaymiz baribir, sizdan pul olmaymiz." "Yo'q, pul olasan bilmayman o. Lekin men o'zim hijolatman. Birinchi marta o'liklarga askar aytishim." Ustozlarning hangomalari juda ham ko'p. Ustozlarning boriga shukr. G'ulom akam hozir mana endi o'sha o'tib ketgan ustozdan eslayapmiz. O'zbekning bari o'sha askiyasi, so'zamonligi, gapga chechanligi bu yo'qolmaydi-da. Mana xonandalarda bo'lsa ham bor. Mana ustoz To'xtamurod akam o'tiribdi, mana Ismoil akam o'tiribdilar, G'ulom akam. Bular hammasi har doim o'qilib turadi-da. Shu ulfat bilan bordik. G'ulomjon yoqib bitta osh qilib beraman dedilar. "Ya, nechun? Qayoqdan kun chiqdi? Yangi mashina oldim" dedilar. "Ya, bo'ldi, Muzaffar aytgandek, sabab bo'lsa bo'ldi bizga." Hamma ulfat shoxonaga yig'ildi, osh yedik, duoni qildik. Ana endi chiqib mashinani bir ko'raylik dedik. Chiqsak, Yaponning mashinasi. Yangi katta mashina turibdi. Kun qorong'ilashib qolgan. G'ulom akam mamini qaradi dedi, eshigini shunday ochdilar. Eshikni shunday ochuvdilar, eshikning tagidan yerga chiroq tushdi-da, Lexus degan yozuv paydo bo'ldi. Voy, bunaqasini ko'rmaganmiz biz. Eshikni ochsa, yerga mashinaning belgisi yozuvchi. Voy, o'sha paytda kamyob mashina. Zo'ru. Men aytdim, qitmirlik qildim. G'ulom aka dedim, Yaponiya ham esi yo'q dedim. Lexus degan yozuvning o'rniga G'ulom degan yozuv yozmaydimi dedim. Bizni mashina ishlab chiqaruvchilarga berganda shu to'g'ri G'ulom degan yozuv chiqardi desam, G'ulom akam. O'zbek bilan Yapon aqlli millat. G'ulomni hech qachon oyoq osti qilib qo'ymaydi dedi. Katta keladilar gaplar. O'sha shu o'zbekning askarisi hech qachon o'lmaydi. O'lmaydi. Bu kelgan ulfatlar hammasi qo'li ochiq. Bir-biriga ko'mak beradi, bir-birini doimo qo'llab-quvvatlaydigan do'stlar. G'ulomjon aka, bu gaplarni men sizga aytayotganim yo'q. Sizni yaqindagina mana internet tarmoqlarida tarqalib ketdi. Hatto bir ikkitasi menga Amerikadan video tashashdi. Mashinalarda qo'yib yurishibdi ekan. "Ey, ulfatlar, do'stlar, eshitib qo'yinglar" deb. Shunaqa bir hammaga ommabop bo'lgan bir ajoyib
qo'shiq paydo bo'ldi, O'tkir aka. Ha. Unda sizlarni ham ko'rdik. Bu qo'shiqni yaratdilar, G'ulom akam ijro etdilar, lekin shunchaki yuzaki o'tkazib yubormadilar. Ha. O'zlarining xonadonlariga Yo'q, shukrlar. oldin deb aytdim, oldin bizdan chaqirdilar. Oldin o'tirishib berdilar deb. Faqat Uyga- adabiy qilib gapiryapti. Undan oldingisini ham aytib berdi qanaqa. Oldin bir dasturxon yozib hammamizni chaqirib mehmon qildilar. Indinga yana manikida mehmon dedilar. Biz ana aytdik, nima balo ketma-ket ikkitalar o'tirish. Tinchlikmi desak, bir qo'shiq etdim. Shuni bir syomka qilsak, ommaga tarqatsak, do'stlarga, ulfatlarga ibrat bo'lsa dedilar. U davrada Botir Muhammadxo'jayev, Rashid Xoliqov, Shukrullo Isroilov, Said Olim aka, Ravshan Xoliqov, mana To'xtamurod akam. Keyin oradan 2 kun o'tgandan keyin G'ulom akamning xonadonlariga bordik. O'tdi, undan ham zo'r dasturxon qilib qo'yibdilar. Videochilarni chaqirib qo'ydilar, syomka qiladigan guruhni. Shu yerda o'yin kulgi bilan rosa chiroyli bir shu muzikalniy nomer bo'ldi shu. Tabiiy. Tabiiy. Tayyor ssenariy kerak emas. Zo'r bo'ldi. Ssenariy kerak emas. O'sha qo'shiq internetda tarqadi keyin. Ana shu qo'shiqni bugun ham bir eshitsak. Mana shu yerda Dasturxon yo'q-ku? Dasturxon Keyinroq. Keyinroq mana shu endi bu yerda oldin ovqat yeb turib, keyin o'ynalgan. Bu yerda keyin oldin o'ynab, keyin ovqat yeb. O'shaning uchun Valijon hech qachon g'ulom bo'la olmaydi. Endi ulfatlar. Ulfatlar. Bilaman hech qachon kutmayin manfaat. Oh bir-birimizni qilamiz izzat. Balki oyda bir bor ko'rishmasak ham baribir sizlarni yaxshi ko'raman. Oila bola chaqa yelkada ro'zg'or. Hammani boshida o'z tashvishi bor. Lek unutib barin keling jo'ralar. Yig'laylik bugun misli qoralar. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Yoshlikdagi do'stlik, mehr va muhabbat, nasib qilsa qolar mangu tobat. To'ylarini ulaylik to'ylarimizga, bizga xizmat qilish buyursin albat. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Aziz do'stlarim, eng aziz do'stlarim, qadrdon ulfatlarim, jondan azizsiz. Qo'ying. Mana qarang. San'atkor bo'lsa shunaqa bo'lsa-da, mana qarang, shu ko'rsaymasin. Shu qo'shiqning o'rtasida Valijonda salta qilib berganda zo'r bo'ladi. Oldin sakrasam salta bo'ladi, hozir sakrasam xalta bo'lyapti. Lekin qoyilman G'ulomjon aka, baraka toping. Shu yoshda ham mana qancha mana qo'shiqlaringizda qancha ayollar o'ynagan.
Ali Erkak- salto deganingizga esingizda bo'lsa, Ha. bundan bir 15 yil oldin Chinoz Yallamada 5 ta opa singili bor, baliqchilar. O'shalar ikkita ukasi bor. O'g'il to'y qilgan. Endi xizmatga aytishga aslida do'stim xizmatda o'rtani man boraman, Valijon ham keladi deyishgan bo'ldi. Hovlida to'y qilishyapti. Eski qadimgi to'ylarda sim tortishgan ali chiroqga kardonlar bilan yomg'ir tushsa deb to'sib qo'yishga chiroyli plastmassa suvli payti shunaqa zo'r to'y bo'pti. Valijon kelgan, ikkita kichkina bola bilan Hasan Husanlar bilan. Nimalar tan soqchilari Ha, bilan. kelgan endi rasa kuldirdi, zo'r bo'ldi. Endi ketaman to'y egasi keldi. "Ya" dedi. "Sal to'qimaguncha ketmaysan" dedi. "Sal to'qib berishing kerak" dedi. Pulni ham Valijon bermayman endi deydi. qanaqasiga "Yo'q, sal to'qib berasan" dedi. "Xo'p" dedi. Stulni qo'ydan ikkita bolaga ushlatdi. De stulni ustiga chiqib Valijon bit sal to'qildi, oyog'ini simga ilindi-yu, shapet uzilib tushdi. Qop-qorong'i to'yxona. To'yxona. To'y egasi "Vali qani" deydi. Vali ikkita bola yetalab qochib bordi-yu. Chiroq kelguncha Valini qidir bo'ldi, pa chiroq keldi. "Vali qanisi ketdi desa, pulini olmadi-yu, pulini" deydi. O'sha xaltatsa xalta deyapti, o'sha xaltasi shu. O'sha G'ulomjon aka, bu muxlislar tomonidan berilgan savol, shu men sizga yetkazishim kerak edi. G'ulomjon aka, juda ko'p kliplaringizni ko'rganmiz, sahnalarda chiqishlaringizni ko'rganmiz. Doimo mana shunday bir nima deydi, bir go'zal shaklda, chiroyli kostyum shimlarda ko'rganmiz, galstuklarda ko'rganmiz. Yaqinda bir klip ko'rib qoldik. Unda butunlik boshqacha bir kiyim boshlaydi. Shu klip haqida suhbatlashmoqchimiz. Marhamat. Bu yurtimizni ravnaqini, yurtimizni yuksalishini, yurtimizni go'zallashini qo'shiqda hamma aks ettirish kerak. Ana. Masalan shu hayotim boshlangandan o'sha vatanparvarlik hissi bor, yaxshigina shu vatanimni juda sevaman. O'zbekiston uchun jonim berishga ham tayyorman deb u hattoki bir janjal bo'lganda men torni qo'yib qo'yinglar, menga avtomat beringlar deganman. Uni eshitishgan bo'lsa ham kerak. Ko'pchilik eshitgansizlarmi? To'g'ri. Shunaqa bo'lgan. Chunki vatanparvarlik hammamizda bo'lishi kerak. Chunki shu o'sha vatanni himoya qilish, vatan uchun jonini berish, vatan uchun o'zini ayamaslik. Endi bizda nimaga ayamaslik? Bizda qo'shiq bilan vatanni aks etish, vatanni targ'ibot qilish, vatanni yuksalgan joylarini albatta qo'shiqda ko'rsatish. Mana shu hamma haqida, vatan haqida ko'p narsa aytildi. Lekin bu hammasini, misol uchun o'qituvchilar, vrachlar, bu kosmonavtlar, bu hammasiga qo'shiq aytilgan. O'zim aytganman ko'pini. Lekin mana konchilar haqida hali qo'shiq bo'lmagan edi. Qarang. Chunki bizni oltinimiz mana 4-o'rinda ekan dunyo bo'yicha hozir. Mana prezidentimiz gapirgandan keyin konlarni bu og'aylarimiz, mana do'stlarimiz o'sha konda boshqaruvchilar, konni o'sha hattoki ishchilari shu 1000 metr chuqurlikka tushib hozir hech dunyoda yo'q narsani qilishib 1000 metr chuqurlikda o'sha narsani kovlab chiqarib olishyapti masalan. Shu haqida eshitib qolib o'sha yoqqa bordik. O'sha yerga mana do'stlar bilan, ukalar bilan hammasi bilan borib o'sha kaskasini kiydik. O'sha rahbarlar bilan gaplashib, pastga tushamiz biz dedik. Yo'q, buni ishchilar tushadi. Bu nafas olish qiyinroq bo'ladi. Aytdim, tushaman. Shu yerda albatta shu joyda qo'shiq qilishim kerak, shu joyda klip qilishim kerak degan maqsad. O'sha yoqqa ham tushdingizmi? Qarang, G'ulom aka, Sadil aka ham rejissor. Sadil aka siz ham tushdingizmi rejissor sifatida? Masalan mana. Yo'q, men u yoqqa tusha olmayman. G'ulom akam tushadilar faqat 1000 metr pastga. Yo'q, menimcha men nazarimda Valijon, bunaqa chuqurlarga faqat G'ulom aka. buni chiqishi ham bor-ku. Mana yaxshi do'stlarni ko'rdimmi, chuqurga ag'daradi. Havara bo'lmaydi, lekin G'ulomjon aka ancha-muncha chuqurlardan chiqqan odam. Ot kallasida yuragi bor. To'g'risi. Mana vatan uchun, xalq uchun qo'shiq aytyapti. Odamlarga ibrat bo'lsin, keyingi qo'shiqchilarga ibrat bo'lsin. Ular ham shunaqa narsani o'rgansin. 1000 metr joyga tushib chiqdi, yurak yutib. Voy. Bizdan hech narsa qilmasa ham agar shunaqa harakat qilmasa, hozir gashilachilar, yoshlar 2 metr joy naqd u baribir. Azizlar, demak 1000 metrga tushishga harakat qilmasangiz, 2 metrli joy kutib turibdi.
Voy. Falsafiy askiya. Falsafiy qarang. Men bu sal uzoqroq turay shu odamdan. Sizga 1 metr ham yetadi. Atkatiymi? 1 metr bo'lmaydi, boshi chiqib qoladi. Metr Boshiga. metr deganinglarga hali Obid aka bilan bir nimada ovoz berdik-da. Multfilmga ovoz berganmiz. Hozir yer kamayib ketyapti. Mana bozorlarimizda joyi yo'q. Bir ovoz berasiz multfilmga bir payt Mirzabek qo'shiq aytib qoladi. Rejissor aytdi, ovoz rejissor. Metr dedi-da, u metrda yana bir boshqa ma'nosi ham bor ekan. Metr degani o'zini kasbini ustasini metr qilar ekan-da. Metr ustoz, metrsiz deydi. Men Obid akani turtib, Obid aka, siz ham metrmisiz? Desam, Obid akam gapni hech o'zidan ayamasdi. Yo'q, ukam, men hali pol metrman dedilar. Men ham pol metrman desam, yo'q, hali sen santimetrsan degan. İsmail aka. Hech mana qo'shiq aytishingiz kerak, chiqishingiz kerak hozir sahnaga. Hali kutib turibdi. Ovozingiz ishlamay qolgan payti bo'lganmi? Bu endi chunki sizni yo'nalishingizda aytish, doimoli jonli aytish, keyin bo'lib ham shu to'liq aytish bir katta kuch talab qiladi. Да, Aryan yetish просто так emas. Aryan yetish juda ham ko'p. Mana o'g'lim konservatoriyada o'qigan. O'shaning uchun dixaniya bilan aytadi. Shuning uchun 1000 metrga tushganda. Tepalarini qanchalik oladi tepalarini. Mendigina dixaniya bor unda. Shu Sizlar men bilaman-da. O'sha uchun bizning maktabda Operachilar dixaniya bo'lishi kerak. Operachilarning dixaniyasi kuchli bo'ladi. O'shaning uchun nafas olmay o'tiribdi. Yo'q, sen yaqin o'tirsa nafas chiqara olmaydi. Tepaga olish uchun nafas chiqmaydi. Buni ovozi to'liqligini, buni qanaqa qurib yetishini hamma biladi buni. Bugun endi men ataylab mana mazam bo'lmagan tushunam dedi, baribir kelaverasan deb olib keltirdim. Baraka toping, Sog' baraka bo'lsin, toping. salomat. Mana shu do'stliklaringizga hech qachon ko'z tegmasin. Haligi ikkita do'stni yo'lga chiqib qolgan ekan, mashina tez kelayotgan ekan, bittasi sezmay qolibdi-da, ikkinchi do'st kelib shuni qutqarib olgan ekan, hali tirik qolgani aytdi. Rahmat do'stim, rahmat. Bezingizga qutqarmading ham, bir umr qarzdor qilib qo'yish uchun qutqardingmi? Yo'q, abla qarzing borligi uchun qutqardim degan. Lekin bularni faqat oqibat qarzi bor, xolos. Oqibatinglarga ko'z tegmasin. Hamma yurtimizda o'sha jonni berib ishlayotganlarni aks ettirishimiz kerak qo'shuvda. Chunki shu yerga tushib, jonini ayamasdan hayotini xavfga qo'yib ishlayotgan insonlar bilan. O'sha 1000 metr chuqurlikda nimalar bor? O'zi bunda tasavvur qilsangiz, shu o'zi vahma o'tgan. U yerda ishlayapti ertadan kechgacha. Bularni qahramon bular. Xalq qahramonlari. O'shaning uchun bularni qo'shuvda aks ettirmasak bo'lmaydi degan maqsadda mana borib keldik. Qolganini mana klip qilamiz deb u yerda yordam berishdi. Bular mana Qobiljon bilan Sadilaxon bu yoqni bir-biriga qovishtirishgan mana. Aytib bersinlar. Endi Valjon, bu ham bitta ibrat bo'ladigan narsa ustozimizdan. Chunki qo'shuvchilar har doim qo'shiq aytishadi, shu faqat shu sevgi yoki hali o'zini reytingini oshirish uchun, to'y hasham uchun qo'shiq aytadigan yosh san'atkorlar bor-da, ularga bu ibrat bo'ladigan narsa. Albatta, G'ulomjon aka mana yuqorida aytib o'tdilar. Bu daraja, qo'shiqchining darajasi bo'ladi. Vatan haqida, yurt haqida, millat haqida, qolaversa har soha vakillariga aytilgan qo'shiqlari bor. Qo'shiqlari oldingi yili mana misol uchun konsertlarda o'sha sog'liqni saqlash, o'sha vrachlar, doktorlar, tabiblar haqida qo'shiqlari bor. Bu ham shu eshitayotgan shogirdlarga, ichki ishlarga qancha. Mana do'st haqida undan oldin ham yaqindagina mana Ismoil akam o'tiribdilar birgalikda, bitta do'st haqida qo'shig'imiz bor edi. U yerda hali restoranda o'tirib Qobiljon bilan syomka qilgan edi. Bir qancha vaqt o'tmadi, mana ikkinchisini qildilar. Mana xabarim yo'q hali mana. Do'st haqida mana nechta, yana qancha ibrat bo'ladigan narsa G'ulomjon akada juda ham ko'p. Qaysi san'atkor bir yilda 35-40 ta 50 ta qo'shiq qiladi? Ana. Shu yoshga kirib, sog' bo'ling, umringiz uzun bo'lsin. Hozir haqiqatda mana tomoshabinlar bilan birgalikda shu klipni premyerasini ko'raylik. O'zingizlar shohidi bo'lasizlar. Vatanda kim qadam tashlar, demak ezgu ishlarni boshlar. Qo'lni qo'lga bering, ey keksayu yoshlar, qalbdan deylik birga barimiz. Biz yangi O'zbekiston insonlarimiz. Bobolari polvondir azal, mobolari paridan go'zal, shu yurt uchun bitaylik g'azal, qalbdan deylik birga barimiz.
Biz yangi O'zbekiston insonlarimiz. Ortga yo'l yo'q deya silagan boshim, nurli manzillarga chorlar quyoshim. Omon bo'lsin doim mening yurtboshim. Qalbdan deylik birga barimiz, biz yangi O'zbekiston farzandlarimiz. Yangi qo'shiq premyerasi. Marhamat. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev prezident bo'lganlaridan keyin O'zbekiston Respublikasida Markaziy bank ma'lumotlariga ko'ra, oltin qazib olish hajmi sezilarli darajada oshdi. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Siz misoli Farhodek, tog'ni yog'dek tilasiz, ishxonangiz yer osti, tinmay mehnat qilasiz. Mehnatingiz bardavom, baxtingiz yorug' bo'lsin, vatanim g'aznasiga boylik olib kirasiz. Sizlar ilg'or fikrli, qalbi ummon odamlar, tillolarga to'ladir sizlar bosgan qadamlar. Bugun sizga egilib minnatdorlik aytamiz, siz sabr-u matonatdan dars berguvchi xotamlar. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Aziz bolalar, bu foydali qazilma boyliklar yurtimiz ravnaqi yo'lida kelajagimiz uchun xizmat qilishi kerak. Kechagina shaharlar giyoh unmas joy edi, chiya bo'ri boy o'g'li bazm qurgan joy edi. Bugun har yoqda bog'lar, baland ulkan binolar, sharafli ishingizdan vatanimiz boy endi. Qora toshlar bag'rida ishonch bilan yashaysiz, shu yurt bilan mardlarcha birga qadam tashlaysiz. Duolarga qo'l ochib, ortingizda xalq turar, yurtboshimni eng yangi orzularga boshlaysiz. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Millimetr chuqurligida javlon urgan o'g'lonlar, sizga tahsinlar bo'lsin, azamat pahlavonlar. Azamat pahlavonlar, azamat pahlavonlar. Aziz do'stlar, hurmatli Aska shousining aziz muxlislari, mana ko'rdingizmi? Shunday qalb egalari sizning xonadoningizda bugun mehmon bo'ldilar. Ustoz, sizdan o'tib bir gap gapirish qiyin. Muxlislarimizga bir gap gapiring. Mana bu kelganlarga, bizni bugun tomosha qilayotganlarga, O'zbekiston xalqiga hammasiga sog'lik, salomatlik birinchi galda sog'lik, salomatlik, oilasi bilan tinch bo'lsin. Hamma farzandlarimiz hammasi baxtli bo'lsin. Hammasi shu joyda tug'ilgani uchun faxrlanib yurishsin. Kelajakda buyuk bo'lamiz deyilgan, Xudo xolasa O'zbekiston buyuk bo'lgan ilgari ham, undan keyin ham Xudo xolasa kelajagimiz porloq. Chunki yangi O'zbekistonimiz endi gullab yashlayapti. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga omad. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lsin. Ustozlar aytgandek, yurtimiz boy bo'lsin, tinchlik bo'lsin. Shundagina kulgi yarashadi. Albatta. Aska davom etadi.